Go'zal bir navo bilan boshlaymiz. Bugun Qashqadaryodan mehmonlar taklif etganmiz. Hali bular xususida ham gaplashamiz. Yigitlar boshlab berasizlar tongimizni. Marhamat. Marhamat. Hayotning sinovi ortar tobora, oqibat yo'qolib borar tobora. Yolg'on so'zlashadi topolmay chora, yolg'onlardan yomon to'ydim-ku ota. Bu sinovdan qanday o'tgansiz ota? Yaqinlarim ko'zimga termilib boqar, ortimdan uyalmay g'iybatim qilar. Yaqin do'stim bir zumda xiyonat qilar, xiyonatdan sabrim bo'ldi-ku ota. Bu sinovdan qanday o'tgansiz ota? Tor bo'lib qolar ekan, tanadan kuch-quvvat ketib qolar ekan. Yaqinlarim xabar olmay qo'yar ekan, qanday sabr qilay ayting jon ota? Bu sinovdan qanday o'tgansiz ota? Yaqinlarim xabar olmay qo'yar ekan, qanday sabr qilay ayting jon ota? Bu sinovdan qanday o'tgansiz ota? Fursatni borini qadringiz bilmadim, nasihatingiz oldimu amal qilmadim. Hammasini ota bo'lganda bildim, boshga tushganida ko'ryapman ota. Bu sinovdan qanday o'tgansiz ota? Hammasini ota bo'lganda bildim, boshga tushganida ko'ryapman ota. Bu sinovdan qanday o'tgansiz ota? Boshga tushganida ko'ryapman ota. Qanday sabr qilay ayting jon ota? Bu sinovdan qanday o'tgansiz ota? Katta rahmat. Demak, Qashqadaryolik san'atkor ukamiz Rustam Serobov kelganlar. Xush kelibsizlar yigitlar. Juda chiroyli qo'shiq ekan. Avvalo tomoshabinlar bilan salomlashishingiz mumkin Rustamjon. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shirchoy ko'rsatuvi muxlislari. Hammaga xayrli tong deymiz. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hayajonlanyapsiz shekilli. Ozgina. Xaltirab. Yaxshi, endi tong shunaqa hozir to'g'ri yetib kelishdi Qashqadaryo. O'zi Qarshilikmisiz yo qaysidir qishloqdanmi? Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani. Kasbi tumani. Men Instagram tarmog'ida endi faolmiz u yerda ko'rdim, qir-adir dalalarda qo'shiq aytayotgan ekan. Shunaqangi nuroniy otaxonlar, yayrashib. Manzara go'zal deng. Manzara go'zal, qirlar, adirliklar. Qayerda u qishloq? Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Javuz qishlog'ida katta Navruz ayyomida xalq saylida. Xalq saylida shu Instagram orqali chiqib qolgan ustozlar. Keyin endi o'yladimki bu yigit xorazmlik bo'lsa kerak. Nafasingizdan shu ovoz ohangi xorazmliklarga yaqin yo turkman qanaqa etnik o'zbek. Qiziqamiz endi yoshligidan.
Oqabekni nafasi kelib turgandi. Shu ustoz Og'abek Sovurovga havas qildim. Juda yaxshi. Tushunarli. Demak, hali gaplashadigan Qarang, gaplarimiz ustozlar. bor. Xush kelibsizlar. Tong muborak yigitlar. Yaxshi kayfiyatda shaxt bilan juma avvali 1 may bugun bayram.